Assalomu alaykum. Genesis Cooper motor 2 turbo 176 ming kilometr yurgan 2009-yil benzin. Mashina yangi kirib keldi, shuning uchun hali remont qilingani yo'q. Bamperida mana bitta sinov joyi bor. Bu yerda lak yopishtirgan, ozgina yegan joyi bor. Qolgan holatlari normalniy. Ko'rib turganlaridek. Sportli mashina. Genesis Cooper'ni yaxshi ko'radigan akalar uchun mashinamiz zo'ri mana. Salon holati, sportli qizil ko'zalar, sinalar. Black taksi, old-orqa kamera, hamma narsasi mavjud. Hali remont bo'lgani yo'q, yangi kirib kelgani uchun. Mashinani shu holatiga olaman deganlar uchun narx 3,5 million won. Remont, bamperini remont qilib bering deganlar uchun 3,9 million won so'rayapsizlar.